Madina-i Munavvara oldin Yasrib bo'lgan. Alhamdulillah boramiz, mana ziyoratlarni qilamiz, umra tavoflarni qilamiz. Ilohim hammalarimizni hoji mabrur, o'zlarimizni masrur bo'lib, yangi tug'ilgan o'sha payg'ambarimiz bashorat berganlaridek xursandchilik bir qanaqangi desa, gunohlardan forig' bo'lgan holatida, duolarimiz mustajob bo'lgan holatida ona yurtlarimizga-yu mahallalarimizga, xonadonlarimizga ham nasib qilgin Parvardigor. Hammalarimizni ham rohi rost adashtirmagin. Bandam degan muhabbatingga oshno qilgin. Ba'dagi o'sha payg'ambarimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallamni Nabiy muhtaram masjidlarda ashitdagi odoblarini ham chiroyli odoblarini qilgan holatida Makka mukarramaga borganimizda ham bir chiroyli holatida o'sha Xudoga xush yoqadigan bir amallarni qilib ibodatda itoatda bo'lib o'tishligimizni Parvardigor ham qaytishligimizni hammalarimizga ham nasib qilgin. Allohumma robbana taqabbal minna bi rahmatika ya rahmanur rahim.